O'zi bu yerda nima ishlar bo'ldi usta Xormay? Salomat bo'ling. Hurmatli koridor bor edi. Koridor bor edi. Toshkentdagi Olma market hammasi kerak. Turistdan oshib beradilar. Bu ofis kichkinani qilayotgan uchun bitta katta zal bo'ldi. Hatto перегородка bor edi, uni olib tashladik. Naryoqda ham ikkita перегородка bor edi, uni ham olib tashladik. Mana bitta romdan перегородка bor edi. Bular ham olinib ketdi. Bitta romdan перегородка bor edi, buni ham oldim dedi. Hammasi o'sha bitta katta zal bo'ldi. Aha. Xo'p, buni endi kosmetikasini qilib, shpaglovkalarni tortib qo'ydik. Hozir bitta rangini berib olsak bo'ldi. Aha. Xudo xolasa mana shu yerga buzyap turgan videolarni joylab qo'yaman. Buzish, bu ishda buzishga, kosmetikasiga, rang berishga oldik. Aha. Bu Buzishdan rangi tayyor holatgacha. buzishdan tayyorgi holatgacha. Kimda shunaqa xizmatlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ustaning nomini shu yerga muqlab qo'yaman. Hozircha ish faoliyatimiz Toshkent shahrida bo'lyapti, aka. Toshkent shahrini xohladigan tochkasidan shunaqa buzish, qurish, tepaga yuk chiqarish, masalan, Biz ishlarni uslubiga ega olaveramiz. Bemalol 2 kun, 3 kun srokka qarab, narx-navosini gaplashamiz. Uslubiga ham bemalol olaveramiz. bemalol kechasi ham Aytgan vaqtimizga bitirib beramiz, xudo xolasa. qo'shnilar jalaba qilmasa, ustalar kechasi yotib bo'lsa ham mana shu yerda ishlab ishingizni bitirib berishadi.